Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni kuldi. O'zidan o'zi kuldi. Sizni nima kuldirdi? Nimaga kuldingiz deydi. Bir qavmni ko'rdim, shunga kuldim dedi. Ularni deydi, zanjirband qilib jannatga o'zlari olib ketishyapti. Qarang. O'zi yurmaydimi? Yo'q, zanjirband qilib ketiladi. Nimaga shunaqa bo'ladi? Kimdir Alloh taoloni bergan ne'matlarni ko'rib egiladi, kimdir Alloh taolo boshiga imtihon solib qo'yganidan keyin egiladi. Kimdir Alloh taoloni bergan ne'matlarni ko'rib egiladi Allohga ixtiyori bilan. Kimdir boshiga musibat keladi, imtihon kelganda egiladi. Demak, bular kimlar ekan? O'sha boshiga imtihonni berib Alloh mashaqqatga kirgizib, Alloh degizib qo'yib turib, gunohini kechirib jannatga zanjirband qilib nima qilyapti? Olib kelib ketyapti. Qarang, mo'min odamga baribir foydada o'sha musibat kelganda ham. Agar inson ixtiyori bilan Allohga egilmasa, Alloh majbur qilib ham egib qo'yar ekan. Yaxshi ko'rgan bandalarini. O'sha musibat berganda egilyapsan, shunga